o'smir yosh farzandlarimiz haqidagi bilishimiz kerak bo'lgan uchinchi savolimiz bu uning o'ziga bo'lgan bahosi, ishonchi va motivatsiya berish. Bilasizlar, o'smir yosh farzandlarimiz, o'zlarimiz ham o'smir yosh bo'lganmiz, hamisha o'zlaridan ko'ngli to'lmaydi. Ular hamisha o'z tengdoshlari bilan o'zlarini solishtiradi. Xo'sh, shunday vaqtda nima qilish kerak, qanday savollarni berish kerak bilib olishim uchun deydigan bo'lsangiz, yumshoqlik bilan keyingi savollarni berib ko'ring. Sen o'zingni o'quvchi, do'st, inson sifatida qanday baholaysan degan savolni bering. Ikkinchisi, o'zingdagi qaysi xislatlarni qadrlaysan, yaxshi ko'rasan va qaysi xislatlarni tuzatgan bo'larding, o'zgartirgan bo'larding. Va keyingisi, sen nimalarga erishishni xohlaysan.